4 bölüm. Salam Haşir. Mən əmdi sizni Haşir deyişkə əxliqmən. Çünki əmdi siz mening. Mən hazır türmüdə yazsammu sizning namınızını təkrar çaqırıb turğanlığım üçün xudi osmonda erkin parvoz qilib uçub yurgan kaptardek xoşalman. Çünki bu yerdə siz bilan muңdışıb baxtlik bo'lishimga qoshili bo'lgan hech kim yo'q. Bu yerda mening kitob o'qishim, xat-xatira yozishimga daxli yo'q. Mening gunohsiz sonalğınımni bu yerdagi gündü baylarımı bildigan. Ularmı manga ich ağırtışıdı, təsəlli berişidi. Vududu o'rniga oq jingmoma yangi ko'ktab berishidi. Ular faqat yuqorining boshlang'ich deb qo'yishini kutib turibdim. Men to'g'riliq ne shikoyat, ne taftishning ayblash yo'q ekan. Dadamning kitoblarini bulgan yo'lsiz unsurlarni tilg'anligim ve birini bir şapalaq urğanlığım 3 yillar so'lashgan ekan. Mana bir yildan beri ne so'ra qilinmay, ne qo'yib berilmay bekorlar turmida yotaman. Haşir, sizning xat-xaltınız bilan yolquluq salımınızı Ella nur yetkizib berdi. Bir kun dadam bilan opamni kelib ko'rishdi. Hozir men xeyli erkin. Biz 6 oy ayol bir kamarda yotamiz. 6 ayol ichida erkak ve bayraqi men. Eng jiq sovuqlar o'quvchilarimdan keladi. Ular tashviqot varaqlarini kirgizib turadi. Bir to'p vaqa ichidan siz to'g'riliq yozilgan bir varaqini ko'rib qoldim. Naylik partkomning ikkinchi shujisi huquqini qo'lga kirgizib olgan, kapitalizm yo'liga mangan bu huquqlar hozir butun nahiyadagi jin shaytonlarning orqasidagi yo'lanchiga bo'lib olib, butun nahiyada kapitalizmni tiriltirib, aksil inqilobiy qayta tirilish ilib berish uchun alayda harakat duyi tashkillanmoqda. Uning qonida ostiga yo'shirilgan pomishchi, boydiqqan, buzuq unsur, o'ngchi, yerlik millatchilar, shijunjichilar, unsurlar hamma joyda quturishib, aloqa bog'lashib, yer osti tashkilot qurishib, qo'ral va ozuqliq to'plashib, ish bilan sirt moslashib, qo'rg'onni ichidan portlatish yo'li bilan proletariat diktaturasini og'dirishni qaslab, jiddiy harakat qilmoqda. Mana bular shu varaqalarning ko'chirilgan so'zlar. Nima degan qo'rqinchliq, ha? Bu yolg'on gaplar bozor tepib qolsa, sizga ziyon zahmat yetami, Haşir? Men sizdan to'liq ansirayman. Ba'zida siz to'g'riliq qo'rqinchli tush ko'raman. Bu tushlarim qo'rqinchli xiyollarimning davomi bo'lsa kerak. Sirtda bo'layotgan g'avg'odan xabarim yo'q. 4 kecha kunduz davom qilgan etishish bizga anglab turdi. Her qayta miltiq etilganda yenimdagi yosh ayolni chin quchoqlab yig'lab nola qildim. Manga bizning go'zal shahrimiz kuyayotgandek, biz dars takror qilgan salqin bog'lar, tansi o'ynashga doim boradigan qizlar o'tir maktabi hozirgi 6-o'tira. Dadam o'qiganligi va to'limi so'yganligi uchun menmi hurmat qilgan muqaddas joy bilim yurti. Biz a'lo uchimiz aylangan heliqi büyük teraklik suvlar shivirlashadigan ko'chalar. Manga mangu güzel tuyulgan, yuragimga güzel yoshlikning o'chmas xotirlardan naqshlar o'yib yodgor qoldirgan yerlarning nobud bo'lishi men uchun shunchalik echinishlik va azobliq. Men etishish to'xtag'icha kunlar va tunlarni ko'z yeshim, vahima andisha ichida o'tkazdim. Mana hozir u xatarli kunlarmi o'tib ketdi. Alanurdan angladim. Sizmi do'stlarmi omon ekansizlar. Lekin 6-o'tira bilim yurti xuddi men anglagadekla kul bo'pdim. Haşir, siz balki mening qalbimdagi o'rningizni mo'lchar qilmagansiz. Men sizni kundan kunga borgan siri asabiylarcha yaxshi ko'rmoqdaman. Seg'inmoqdaman. Siz mening qalbimda to'limi zo'r, to'limi suyimlik, to'limi muhim o'rin egallagansiz. Biz Urumchida yuz ko'rishdik. Barliq o'qishmaslik, barliq tangsizlik o'tmishga mansub. Biz hammani yengboshdan boshlaymiz. Buningga sizning turmushliq bo'lganingiz, bolangiz va helimi qonunliq er bo'lib turayotgan Bekram ismli ortiqcha odamingiz hech qanday daxli bo'la olmaydi. Degan mardona so'zlaringiz meni butun vujudim bilan sizni yaxshi ko'rishga, sap insoniy muhabbatimni qo'g'dashga turtki bo'lib turdi. Men oxiri siz uchun o'zimni oila iskanchisidan ozod qila oldim. Bizni mangu baxtsiz qilmoqchi bo'lgan jaranglamas kishan nikohdan qutulib chiqaldim. Men nikohdan ajrashgan kunim sizni qanchalik esladim, ha? Navoda shu kunlarda siz g'ulchida bo'lgan bo'lsangiz, men yangidan uchishni o'rgangan qush bolasi o'zini qadridan
daraxt şexiga tashlagandek sizning quchog'ingizga qo'llarim titrab atadi, yuzim kuyib atadi. Tashlangan bo'latdim. Lekin bu baxtli minutlar menga nasib bo'lmadi. U chaqda siz yiroqda edingiz. Siz G'uljaga yetkelgan kuni men qanchalik xushal bo'ldim. Siz bilan ko'rishgan kuni kiyish va uni baxtning belgisi qilib mangu saqlash uchun siz yaxshi ko'radigan oddiy chittin ko'nglik tikdim. Lekin biz ko'rishalmadik. Siz Urumchida sotsialistik tarbiya kursida o'rganishga tutilib qoldingiz. Siz ishdan qo'l bo'shatib mening yonimga oldirib kelgan kun dunyoni qora tutdak bosgan kun bo'ldi. Men so'loqqa kirib qoldim. Hoshir, biz qachon ko'rishimiz, bizni tugmas judoliklar bilan qiynaydigan bu siyosiy sinoqlar qachon oxirlashadi? Bizning baxtli oilada birga bo'lishimiz, bolalarimizni yetlab sayliga chiqishimiz, do'stlar bilan birga xushal kulishib, ko'ngillik o'yin tomosha qilishimiz uchun a'lo yoki qo'rmash bilan ma'lum ilmiy temada qattiq talash-tartish qilganligimizni ko'rib, huzur qilishimiz uchun tinish sharoit, jimjit jahon zarur edi. Hoshir, biz tinish kul suyidek hayotga muhtoj bo'libmi, siz bilan bizdek bir-biriga tashna yuraklar uchun istitakdan, puruq hididan xoli bo'lmaydigan Vyetnam havosi emas, balki Heliqi A'loning yozgandek Yangi Zelandiyaning ne'risidagi Lincoln orolining tinish, xotirjam osmoni to'liq zarur edi. Chunki biz tinish sharoitida bir-birimizning yurak sadosini anglayoldik. Ayting Hoshir, hayotning bu xil lazzatlari bizga qachon nasib bo'ladi? Biz qachongacha hijron, seg'inish, azoblanish va ko'z yoshi bilan yashaymiz. Mana hozir men avu bulungdagi iflos tungnik to'kiman. Ondan keyin ihsot qilgan yerimchilik suv bilan beshimni yuyman. Ondan keyinchi paypoqlarni chuvib qo'ydim. Shuni bolalarga atab pofayka to'qiyman. Bu xil zerikishlik, azobli hayot kishini saran qilib qo'yishi mumkin-ku. Navoda dadamning kitobxonasini yenimda bo'lgan bo'lsa, men turmadan chiqmaganlar edim. Bu yerda hech bo'lmasa ko'ngillik romandan 3-4 yoki rus, ingliz tili o'rganadigan lug'at konspektdek bir nima bo'lgan bo'lsa-chu, u chaqda kunlarni hozirgidan ko'ngilliroq o'tkazgan bo'lmasmidim. Bu yerdagi turmudosh ayollar bilim ahli yoki hech bo'lmasa cho'chak aytishga usta bo'lsa-chu kashki. Bular-chu biri ma'naviy jihatdan kodin chiqqan, ayollarga jinoyat tuyulgan ishlarning hammasini ikkilanmay qilaveradigan ayol. Yana biri jimg'ur, hammaga yo'g'on ko'zlari bilan gumonlanib qaraydigan, xushal bo'lsa-mu, xafa bo'lsa-mu, ho'krab yig'laydigan, nervisi joyida emas bechora ayol. Qolgan ikkisi hadi singil. Ular onasi bilan birlashib, mushu turmadagi avu seriq cho'ngning erini o'ldirishgan. Faqat arzimas 300 yuan uchun ular ashu jinoyatni o'tkazgan. Oxirgi bir ayol eri bilan chetaliga qochib, chegaradan tutilgan. U mening do'stim Odilani taniydi ekan. Bechora Odila yiroq bir dehqonchilik maydonida ishlaydigan 40 necha yoshli koni ofitser, 3 viloyat inqilobiy armiyasining batalyon komandiri bilan to'y qilgan ekan. Ular bir-birini yaxshi ko'radi ekan. Odila maydon san'at umrida artistlik qilgan ekan. Ular baxtli oila qurishgan ekan. Lekin yo'ldishi 1962-yilgi 29 may vaqasidan keyin Janubiy Shinjonga bo'zyer ishqa belgilanganlarning tizimligiga tizimdim qapti. Lekin u kishi janubga berib taklimakon qo'ynidan bo'zyer ishqa qarshi chiqibdi. Toki 1964-yilgacha tirkishibdi. Oxir bir qitimqi yig'inda men bu yerni ozod qilish uchun qon to'kkan, o'zim ozod qilgan yerdan naga haydilatdim debdi. Shuning bilan uni majburiy emgakka sapdi. Bir kuni ochiqida chidamay haraqni chiqishib qo'yibdi-da 1965-yilning 5-ida zaykash eriqqa tushib ketib, to'nglab o'lib qopti. Tova Hoshir, bu odam rostla ozodlik uchun qon to'kkan, chatalga chiqish imkoniyati bor bo'lsa-mu qochmagan, o'z yerda dehqonchilik bilan shug'ullanib davlat, xalq uchun halol emgak qilayotgan odam turuqliq nemishqa o'z yeridan haydaldi. Siz partiyamizning rahbari kadri, bu ishga javob berib beqing. Hoshir, men sizni tushunaman. Siz sodiq, samimiy, qizg'in odamsiz. Roziya davrimizning, davlatimizning qorong'u taraflariga qiziqadigan o'xshaydi deb o'ylab, gumon bilan qarab yurmang. Sizning haddidan oshgan sodiqligingiz fikringizda qatmonliq bir taraflilikni keltirib chiqargan. Siz davrimizning qorong'u bulunglari, ayib xatolari, hatto tuyuq yo'llari borligini bilishni xohlamaysiz.
Siz manga davrimiz to'g'risida salbiy gap qilg'uvchini to'liq yomon ko'rsiz. Sizdagi mushu qatmanliq sababidan biz baxtsiz bo'lgandiq-ku. Men a'lo bilan so'zlashgan, u sizning so'l idealik ekanman deb e'tirof qilganligingizni menga aytgan. Demak, aybingiz bor ekan. Uni tuzitib olishingizga ishonaman. Hoshir, tuyuqsizlar siz bilan gap talashib qoldim. Hayotning qizig'imi mana shu yerda. Gap qaytay. Adila yana bir o'g'li bilan baxtsiz qapti. Menmi Adilamu, Go'zalaymi birdan o'g'il bilan qoldik. Ajoyib qiziq, ha? Qorong'ulikning yo'riqi bo'ladi. Bu tul ayollarning o'g'illari 80-90-yillarga borganda yigit bo'ladi. Shular baxtli bo'lsalar, biz barliq yig'izlar ko'z yeshimizga rozi bo'lardik. Hoshir aytinga, siz oldin ko'rarg'u, bolalarimiz baxtli bo'la olamdi. Shunda qilib, bu kamerga mendan boshqa 5 ayol ichida heliqi chegaradan tutilgan eng ig'ir jinoyatchi menda fikr paydo qila oldi. Men uning jinoyat deb atalgan so'z harakati ustida o'ylanib qoldim. U bir qitimliq, balki 4-qitimliq so'roq bo'lsa kerak. So'roqdan tayoq yegan, ko'zlari ko'kargan, lavlari ishigan holda 2 ayol soqchining yollishi bilan kamerga kirdi. U kuni mag'dursiz, lamjim demay, o'ngdisiga yotdi. Men uningga suv va tomoq berdim. Yerim kechida u meni nuq uyg'otdi va kulib turib, so'roq jarayonini so'zlab berdi. Men so'roqni qisqa qilib yozib qo'yay. So'roqchi, ayt, nima maqsad bilan qochding? Qiz, qochmadim, bilim izlab mangdim. So'roqchi, g'arbda nima izlamoqchiding? Qiz, bizda yo'qni. So'roqchi, nima? Qiz, rostmi? Bizda bilim yo'q-ku. So'roqchi, sotsializmga qarshi vatan osiysi. Qiz, quloqliq, nodonlikqa qarshiman, osiy emasman. Bas, shunchalik yozay, ular yangi to'y qilgan, to'liqsizg'ichilar o'qigan qizg'in yoshlar ekan. Men o'ylayman, biz ularni inqilobga so'ramay, bilim ilishga undigan bo'lsak, balki ular qochmagan bo'lar edi. Ularning ko'z yerida ega bo'lolmagan nemini boshqa yerdan izlamoqchi bo'lgan sodda, pokiz qalbini nemishga tushunishga, kechirishga bo'lmaydi ekan. Albatta ularning chegaradan halqib qaytishi jinoyat, lekin qalbi uchun pokiz qalbi bor odamlarmi jinoyat o'tkazib qo'ydi. Dunyoda kishilarning qalb sadosi bilan to'liq hisoblashadigan bir mukammal qonunmi bormidi? Men dadamning bir ulug' insoniyatga foydali maqsad bilan emgak tarix hisobiga qurib chiqqan kitobxonasini yovuz kuchlarning talon-taroj qilishidan qo'g'dayman deb jinoyat o'tkazdim. Men hargiz tavba qilmagan, hargiz o'kinmayman, hargiz xato qildimmi deb o'z-o'zimdan so'rab qo'ymayman. Endi boyqi bir jup yoshning o'qiymiz, bilim olamiz deb bilim, madaniyat oyoq osti qilinayotgan hamma odam nodonlik, vahshiylik girdobiga etirilayotgan yerdan qaytishi mening qilmishimdan qanchalik farqli. Qizning deyishicha, uning eri etilarmish. Qiz kam bo'lganda 20 yil kesilarmish. Bu nima degan dahshat? Bu o'lim bilan Odilaning erining o'z yeridan ketmayman deb to'nglab o'lishi o'tirisida qanchalik farq bor. Söyümli Hoshir, men sizni bargan sari yaxshi ko'ryapman. Nima uchun? Siz tangsizlik, adolatsizlikka qarshi tura oladigan bir qaysar, sof qalb egisi. Shunga men sizga o'z qalbimni yerib ko'rsatishni, o'z xiyollarimni aytishni yaxshi ko'raman. Rost gap qilganim uchun meni tilasingizmi, hatto ursingizmi, mening sizga bo'lgan o'tliq hissiyotim ziyonga uchirmaydi. Chunki sizga rost gap qila olganligim mening siz bilan baxtli bo'la oladiganligimning isboti. Ishining men bundaq baxt uchun har qanday qurbon berishdan o'zimni tortmayman. Hoshir, mening yozganlarim hayotning eng tuvan qatlamidagi bir vijdon egisining anglashi, kelgusiga umid bog'lab hayotlik uchun intilayotgan bir himoyasizning qalb sadosi. Siz partiyamizning bir rahbari sifatida davr taqdirini o'z qo'lida tutib tura oladigan bir ulug' kuch. Kommunistlar partiyasining bir a'zosi sifatida mening yozganlarimni vijdon, haqiqat va aql farosat tarozisi bilan o'lchab ko'rib, o'zingizdek haqiqat vakillari bilan fikrlashib, parlaq kelgusiga bizni boshlab boradigan bir dog'dam yo'l tepish uchun kurash qiling. Sizga baxt, g'alaba tilab, sizga kuch kechayu kunduz talpinib turgan o'tliq yurakning egisi Ri Ö 1967 yili 11 oktyabr.
Машран сумкасыга качыланган кызыл сулёв ташлык мавжуши әсәрнең муқавасыны катларда сакландыган bu xatni bugun tushdan Hoshir yana bir qatim o'ngda yetib o'qib chiqdi. U 2 kun nayini arlab yurib, charchagan, uyqusiz bo'lishiga qaramay, ishini ichidan ilib turmaklangan o'rin ko'rpisini chumayla daq-daqdayda o'ngda yotadi-da, to'li o'qib, qirlari puchilib ketgan bu xatni tez o'qib bo'ldi. Bu xat har qatim o'qiganda Hoshirga tegiga yetkil bo'lmaydigan birda o'yga silib, birda g'azablantiradigan masalalarni savol qilib qo'yardi. Bu savollar oldida u hamon ilojisiz va kuchsiz holga tushib qoladi. Hissashlik qilsinmi? Yo'q, Hoshir unda qila olmaydi. Chunki u o'z shaxsiy muhabbati, o'ziga tegil bo'lgan hissiyat uchun o'zi muhabbat bog'lagan davrga gumon bilan savol qo'ya olmaydi. Raziyaning xatlari yig'in aytganda, mushu proletariat madaniyat inqilobiga bo'lgan norozilik va g'azabining portlashi edi. Hoshir biladi, Raziya inqilob sinoqlarga bardoshlik berolmagan. U davrning bu bo'rondan keyin texmi ro'shan, suyimlik bo'ldiganligiga ishonmaydi. Ba'zida tabiatdami shunday hodisa bo'ldi. Qor bo'ronliq judun irodasizlarga qiyomat bo'lib tuyuldi. Havo ichilgandan keyin bu irodasizlar suzuk osmon, illiq quyosh, go'zal tabiatni ko'rib, burunqi hissiyat uchun afsuslandi, xijil bo'ladi. Raziyami kunlarning birida bu xiti uchun Hoshirning oldida parangda qizirib yerga qaraydi. Saqlayman, dedi Hoshir miyiqida kulib qo'yib. Sen bilan to'y qilgan kunimda hayotingdagi bu ig'ir xatolikni o'z ig'izing bilan iqror qilsan. Mana shu chaqda bu xitingni birlikda kuydirib tashlaymiz. Xotirjam bo'l Raziya, men sana hissashlik qilmayman. Chunki har qanday go'zalning yuzda bir aybi bo'lgandek, ulug' davrning yuzda kir, badanida aybi bo'ldi. Sen bu aybni ko'rib, uni o'zingga yot bir narsa deb cho'chisang, u holda hissiyat jihatda davrning dushmaniga aylansan. Men seni bu xato yo'ldan qaytarib kelaman. Seni turmadan chiqarish uchun qanchalik harakat qilsam, bu tushkunlik patqiqidan qutulirish uchunmi shunchalik harakat qilaman. Sababi menga sening jismoniy erkinliging qanchalik zarur bo'lsa, ma'naviy erkinliging va saflig'ingmi shunchalik zarur. U o'z xulosidan rozi bo'lib uyquga ketganmi bo'lar edi. Yeniga o'rilganda yenida yotgan Raziyaning suratini ko'rib qoldi. Qiz oq yoqasini plata sirtiga chiqargan, xiyolchan, yo'g'on ko'zlarini bir nuqtaga tikib, miyiqida kulimsirab turadi. Bu buningdan 10 yil burungi Raziya. U 10 yildan beri bu rasmni har kuni ko'rib turish uchun yenidan ajratmagan. Boya xatni olganda karvatga tushgan ekanda, Hoshir rasmga tikilib qaradi. Uning yo'g'on ko'zlari atrofidagi qo'riqlar yig'ilib, shalanglashga boshlagan chochlari soya tashlab turgan kang peshonasida tapchiridi. Demak, u azoblanmoqda edi. Raziya, dedi u pichirlab, meni deb turmaga tushding. Sababi, meni deb nikohdan ajrashmagan bo'lsang, dushmanlik bo'lmayding. Men sen uchun, suyimlik ustozim Ömer Efendi uchun sizlarning uyini bulatgan, seni tillash, urush va oxirida turmaga kirishga majbur qilgan yovvoyilardan intiqom olaman. Biz yaqin kelgusida billa baxtli hayot boshlaymiz. U shularni deb bo'lib, Raziyaga yana qaradi. Qizning yo'g'on ko'zlari Hoshirga norozilik bilan qarayotgandek, siz texi menga nasihat qilmoqchimi? O'zingizning hammaga chekidan oshgan qatmonlik bilan qaraydigan so'l kesilingizni davolab oling, deyotgandek bilindi. Raziya aytgandek, bizning partiyamiz xalq qalbidan o'rin olmaydigan ishni boshlab oltamdi-ya. Raziya o'tirg'i qo'ygan masalalarga nimishqa javob bera olmayman. Ularning haqiqat ekanligini nimishqa e'tirof qila olmayman. O'zimga yengil yo'l tepish uchun shunda qilayotgan bo'lsam-chi, nurg'un vaqalar o'tdi, nurg'un ulug' insonlar o'tdi. Bu haqda biz nurg'un kitoblarni o'qidik. Mavjushining 3-tomidagi bir necha tarixiy masalalar haqida qarorda o'tirg'i qo'ygan masalalar takrorlanmaydi deb aytqili bo'lamdi. U yana qiynaldi. Oxir tamaki chekdi va o'rnidan turib, neriq uyda uxlayotgan sho'pirni uyg'otdi. Yurmangmiz. Nega? Ashuji. Ashujiringni qo'y, Hoshirkada. Ha, Hoshirka nega? Hayda sharqqa, Qosh daryasi tarafga. Havo kashqurun xeyli muzlagan. Soldagi idirlar o'ngdagi Ili daryosining u qitida ko'kish tuman ichida osmonga tutishib turgan.
Dilmuğuq texi və oldi tərəfdəki avralının çoqqulları kəşki şəfəqnin həl berişi bilan qızğuş oq rəngdə çaqnaydı. Aşu qarlıq çoqqular bu kəng vadiga zimiston qish chillawatamdikin yo'l ustidagi qaraygan ushshuk cho'plari jiplashib turgan eriq sularning chat-cho'rilarini chavatdak muzlar qoplagan yumron ko'zgi bug'doylar mugdimakda. Kapsi buzilgan qo'g'inliqda qoqlar asta mengishib yuribdi. Kelar yili zig'ir qo'noq teriydigan bo'z yerlarda qochoq qalalar qo'noq shexi so'rab yurib qochaynamoqda. Yiroqlarga yezlar xuddi yilinjayotgan ko'mir cho'g'i ichida turgandek qip-qizil o'rik yupurmoqlarga cho'mkelgan. Hoshir gaz mashinasining kabinkasida o'tirib Ili vodisini kesib o'tgan. Tosh yo'lda ketib o'tib, hamon yana roziyat to'g'risida, ko'nglidagi g'ashlikni tezroq haydab o'tish to'g'risida o'ylaydi. U bu bosh uchi yo'q xiyollar ustida biri bilan yaxshilab maslahatlashish kerak. Bu odam albatta a'lo. Hoshirning mashinasi yupurmoqlar to'kilayotgan, eksiz suvlar tashqilab eqiyotgan yo'llarda qo'noq shexi, beda, shoh, mangan, hatto chaqma qovularni o'ksiga yiproqla chiqarib olgan dehqon uylarini orlab uzoq mangdi va oxiri kala qo'ylarning mo'rashlari, ma'rashlari avjiga chiqqan mazgilda odamsiz hovlisini qo'ray bosgan yezi maktabi oldiga kelib to'xtadi. Hoshir mashinasidan tushdi. U shopurga Әтігерлікке аш вақты білән мәшәге келген, бүгін машина білән езаңға барғын, деді де машина жүріп кеткенден кейін ақырып кеткен өткінің ұшчыға қарып, қолыны кәйнеге қылып меңіп, мектеп ойлысыға кірді. Оның бешіде бір сумлық серік шәпке, ұшчызыда 4 янчықлық күлірің дик ачапан, коны машираң іштан, о беліні қары рәқ поты білән бағылып, машираң шомкісini тұтып алған еді. Мектеп ойлысы адамсыз оң қарап қалған. Бірі нередегі талларның о четеді отын ервататты. Hoshir отын ерватқан адамның еніға қарап маңды. Еп пупайға киген, бешіні серіп шүріп еткен. Бірі Hoshirға қарап алқыныға түкірді де қолдығы палтының жолдысы білен 4 сантиметрлік пәнді пұқта қылып ясалған оқушылар партисінің yölençeki көрді. Неме қылып атсам, бұрадар? Hoshir natunish odamdan so'rdi. Nima ko'rmay otamsan? Heyliq odam qo'shimizini turib, qo'lining kayni bilan peshanasini surtib qo'yib, paltisiga tayinib Hoshirga olib qaradi. Ko'ryapman, shunga so'rayapman. Qarg'u bo'lsang angla, o'tin yeryapman. 120 so'mga bitgan partini o'tin davatgan sen qari qo'rsoq qarg'u bo'lmay, men nimishqa qarg'u bo'ldi ekanman? Hoshir uningga debaylab bordi. Sen kim? Men mushu maktab inqilobiy komitetining jo'rini. Senmi amaldan qolgan mansibingni atading? Menmi shunda qilay? Noilik partkum shujisi Hoshir Tong deganni anglaganmi sen? Mudirning qo'ldan pals tushib ketdi. Hoshir shuji qini uyga. Partida nechini qolading? A'loni urg'uning uchun apu so'rdingmi? Biz texi hisoblashimiz. Harvangni qo'lingga oldingmi? Yo'q, nimishqa? Men Gongshi isyanchilar Silimbosning 2-nomerlik rahbari Harvuk emasman. Mudir Hoshirning qo'polligiga bardashlik berilmasdan boyiga sipoyilikdan ximiga yandi. A'lochu, u Harvuk ekan? Bilamsan u kim? Nerdan bilay? U bizda Gizanda bo'lgandikin Harvuk haydaydi. U Gizanda emas, bilib qo'y. U Uyg'ur xalqi orasidan chiqqan ixtisoslik bilim egisi. Uni asrash sanga o'xshash ishchi bilan menga o'xshash rahbarning vazifasi. Sababini bildigansan, biz har ikkimiz uning qilganini qila olmaymiz, bilganini bilolmaymiz. Lekin uchu biz bilganini biladi, bilmaganini biladi. Biz qila olganini qila oladi, biz qila olmaydiganini qila oladi. Sen bilan meni uningga selishtirg'ili bo'lmaydi. Ammo xalqqa yetkazgan foydamizni tarozi bilan o'lchashga to'g'ri kelsa, biznikini magazindagi tuz tortadigan tarozida o'lchsa, Ununkini sen kömür to'shaydigan hanglarda ishlatadigan heliqi mashina bilan yukni biroqda o'lchaydigan cho'ng tarozida o'lchaydi. Uqdingmi, birodar? Mudirning lablari medirladi, ovozi chiqmadi, chiroyi bir o'ngib, bir tatirib, qo'llari titradi. Uning azob va afsus ichida ekanligini Hoshir bayqadi-da, samimiy va yumshoq ovozda so'zlab uningga mo'xir sundi. A'lo qayerda? Tunigun tutib kelib so'lab qo'yuvdik. Nimishqa?
Әді бүтін Гуңши бойынша сыныпи düşmanlarga umumyüzlük o't içishga qasamyat qilish yig'ini o'tkazishni qaror qilgan edik. Bütün Gongshidagi 4 xil unsurlar qatorida a'loga o'xshash 16 gezandimi kurash qilinmoqchi. A'loga uqtirish qilsak, qarshilik qilib bizni tilg'anlik uchun Zulyaning uyidan tutib, akilib so'lab qo'ydik. Nega so'ldinglar? Gongshi isyanchilar silingbusi yenidagi gamiga. Sen uni chiqarib beralamsan? Tas. Nimishqa tas? Sen nimaga 2 nomerliq, 1 nomerliqlar kim? Gongshi partkomining katibi Yao Mishu. Meni uning uyiga boshlab borgan A'loning noyida muhim ish chiqib qoldi. Tas. Yao Mishu kimning so'ziga kirdi? Wang Shujining. Hoshir sobiq Gongshi partkomining shujisi turishliq ho'yla tarafga qarab yurib ketdi. Wang Shuji pakar, semiz, 40 dan halqangan odam bo'lib, ho'ylisida to'xu yungdavatgan ekan. U Hoshirni ko'rib kulib yejib, qo'llarini silkib, teqimiga surkib, Hoshirga qarab yugurib keldi. Shuji, qandaq shamol sizni mendek huquqlarning ho'ylisiga ilib kirdi? Hoshir gapni uzoqqa so'zishni xohlamadi. Men A'loni noyiga ilib ketgil keldim. U so'loq ekan. Qo'yib berishga Yao Mishuga maslahat bersangiz qandaq? Loyang. Qo'limdan kelmaydi, Shuji. Undaq demang. Xalq gezitining bosh maqolasini o'qigansiz, inqilobiy kadrlar bilan ziyolilar davlat va xalqning qimmatli boyligi. Ularni asrab qolsak, bu qilgan yaxshiligimiz uchun kelgusida partiya xalq bizga rahmat aytadi, Lavang. Lavang o'ylanib qoldi. U Hoshir to'g'risida muhim ko'z qarashga ega edi. Uning qarashicha, Hoshir pat orada nahiyaning asosiy rahbarlaridan biri bo'lib qoladi. Shunga uning talabini rad qilish yaqin kelgusidagi cho'ng ziyonning boshlanishi bo'lib qolgusi. Shuji, men sizning talabingizni Shavvaga aytib ko'ray. Siz 10 minut saqlab turing. A'lo so'langan gamiga Hoshir o'zi yolg'iz keldi. U go'yo tunji muhabbat o'duqishidagi yigitdek nima qilishni bilmay qoldi. U qorong'u zalga tivish chiqarmay kirdi-da, zalning ichidagi tor zay uyning eshigini sipashtirib topdi. U eshikmi qulub silingan ekan. Ikkinchi ochqish bilan bu eshikni ochdi. U avval eshikni qiyo ochdi. Tegiga g'ish yotqizilgan, tomlari samonliq loy bilan tekshi suvalgan zay uyning 3-4 metr egizlikdagi to'pi to'nglikidan shafaq orasiga allaqachon yoshiringan quyoshning g'uva nuri tushib turadi. A'lo butun diqqati bilan bir parcha koni kitobga qadilib, hozirla ko'tarilib ketadigandek putining uchi bilan dasab o'ri turadi. Hoshir do'stini bu holda ko'rib qattiq asablandi. Sana endi quyosh nurini ayashdimi, do'stim? Dunyodagi eng vahshiy hayvonmi, bahramon bo'lgan quyosh nuri bir sangla to'tiya. Do'stim, meni kechirgin, men seni qo'g'day olmadim, deb o'yladi va lablari titragan holda A'lo menga qarg'ina. A'lo anglamadi yoki anglamasqa soldi. U go'yo ko'rgazmalarga tayyorlagan modelga o'xshash midirlamay turadi. Hoshir uning yeniga bordi va do'stini quchoqladi. Bu men Hoshir, A'lo adash. A'lo shu chaqda asli keldi. U xuddi Hoshirning kelib qutuldirib kelishini kutib turgandek ajablanmasdan do'stiga qarab kuldi va murisiga qo'lini qo'ydi. Endi keldingmi adash? Men butunlay bexabar. Zulya aka seni izlab ketgili bir kun bo'lay dedi. A'lo talog'i mengidi, qo'lidagi kitob yerga tushib ketdi. Hoshir chechilgan betlarni yig'ishtirib, o'zi o'qiy olmaydigan xatlar, yalang'och odamlarning suratlariga qarab so'rdi. Bu nima karomat adash? Havo onamizmi yoki Venasmi? Ilohiyat, dedi A'lo kulimsirab. Mushundaq kunlarga tayyorlanib, bir qancha ingliz kitoblarni chuvib, mavi paxtliq chapanning paxtasi orasiga elib İtaliyaning ulug' faylasuf shoiri Galzi Dantening asari İlohiyat. Men uning 8 qavat do'zax to'g'risidagi betlarini o'qiyotdim. Nemishqa bo'lmurg'i kitoblarni tashlamaydigansan? Bo'lmurg'i kitob 700 necha yildan beri yashab kelmaydi, adash. Bu kitobda allaqachon deyilgan gaplarni sizlar texi eng yangi deb yodlab yuribsizlar. Asta bu gaping boshqalarning quliga yetsa, yolg'on gapni labada to'lishi degan, rost gapni pichirlab degilmi bo'lmaydi ekan. A'lo do'stining ko'zlariga qarab qo'ydi. Hoshir xuddi o'quvchi vaqtidagidek do'stining ma'nilik,
qiziqarliq va yangi gaplarga zo'q bilan diqqat qildi. U boshqalarning gapini anglashga anchalik sabr taqatlik emas bo'lgani bilan birla A'loning gapini zotla yerim belda qo'shiq solmasdan aslandan anglaydi. U do'stining har qanday gapini, hatto o'zining aqida qarashini qaychilaydigan gaplarini taqat va ehtiyot bilan anglashga odatlangan. Uchun A'lo talada ularni saqlab turgan odamlarga anglitib turib, ilohiyatdagi do'zaxlarga berilgan ta'birlarni o'qib o'z amaliyatiga selishtirib baxtim. Ha. O'z amaliyatimga selishtirib baxtim. deb umidvor ovozda qaqaqlab kulgandimu, u do'stiga taptani qilmadi, do'stini cheklamadi. Kuluvol adash, salli kulib shodlansang, har qanday gapingga chek qo'ymayman, dedi Hoshir bir o'ngib, bir tatirib. Ular Hoshirning maslahati bilan A'loning yotiqiga qo'ng'ilmangdi. Hoshir sumkasidan qo'y go'shti chiqarib maktabdagi birdan-bir qorovul bo'lgan mudirga berdi. Soating bordi. 2 soatdan keyin go'shtni pishirib akir. Angacha Zulyaning uyiga xabar qil. Biz birga o'ltiramiz. Uqdingmi, birodar? Ondan bizga darhol bir cho'gin choy kirgizvat. Bir parcha tekimat, bir ko'k chamadan, bir yotqan, bir ko'rpa, go'zalaydan qolgan bir mamuq yostiq bilan yo'lliq yung adiyal. A'loning barliq besati mana shunchalik. Külgü kömülüp quruq basqan mashmu turibdim. Yo'lanchiklik bandingda to'pi besib qochqucha cho'qi qo'shiqlarmi yetibdim. Chalı kuygan shox bilan madak kuyib qing'iyib buvayga o'xshab qolgan sham. Yotoq deb atalgan bu uyning odam bo'yi yetmaydigan to'risiga yondash joylashgan so'zinchoq terisi. Sahibxona o'zi yasab olgan tegiga paxal silingan qo'pol tapchingida chechilib yotgan kitoblar. Bu uy egisining nachar, ig'ir va azobli hayot kechirayotganligini to'liq isbotlab turibdi. Demak, Hoshirga hol so'ragandek hech gap qilmagan edi. U qo'ynidan Raziyaning xetini chiqardi-da tapchanga ustiga tashladi. O'qi, men yarim soat uxlab olay. O'qib bo'lib fikringni ochiq et, nima deb javob yozsaq bo'ladi. A'lo 3 betlik xatni yotiqida menib yurib 2 qitim o'qib chiqdi. U Hoshirga qaradi. Hoshir xo'rak tortib uyquga ketgan. A'lo do'stining soqol burdi o'sgan jiddiy chiroyiga qarab qo'yib, o'z enkini siladi. Uning o'ruq yuzini qo'yiq soqol bosgan. U o'rindiqdagi aynakni ilib o'ziga qaradi-da kulimsiradi. Hey Raziya, siz bilan bizning sharoitimizda qanchalik farq bor, ha? Balki sizning sharoitingiz menikidan yaxshidir. Sizda vahima andish yo'q. Siz faqat jazoni emas, erkinlik, xo'shallik, baxtni kutib yotasiz. Biz o'zimiz ko'rmagan, farazmi qilmagan yo'lga kirib qoldik. Bu yo'lga majburiy mangmoqdamiz. Bu yo'l bizni nega boradi? Buni hech qaysi bilmaydi. Nima deb ko'rsatlayotsan? Avoq, soqol olg'uching bormi? Men quduqdan suv akirgan. Hoshir o'rnidan turdi va tapchangida turgan Roziyaning xetini chiroyli qatlab, qizil sulyov tashliq kitobning muqovasini qetiga soldi. Ha, Roziyaga qanday xat yozsaq bo'ladi, avoq? Bu qitim xotandan yozgan xetingdek vahimlik birini yozmasang bo'ladi-da, Roziyaga lozimi nasihat, qo'rqitish xeti emas, sadoqat, samimiyat bilan yo'g'rilgan yurak so'zi. Ko'rdingmi, Roziya menga davrga jang e'lon qildim. Davrning vakili bo'lib o'ttirg'i chiqsang, sen degandek, lekin haqiqatning, vijdonning vakili bo'lib o'ttirg'i chiqsang-chi, nima? Sen bu zaharlik falsafani nerdan topding? Davr bilan haqiqat, vijdon o'tirsida shunchalik cho'ng hang bormikan? Shundaq, bu hang texmo zo'riyotdim. Bu gaplaring uchun javob bersan, A'lo. Men sening himoyangga muhtoj emasman, Hoshir. Men seni vijdon egisi sifatida qadrlagan, do'st bo'lgan, hozirmi shundaq. Men seni rahbar, kommunist deb hurmatlayotganim yo'q. Rahbar, kommunist degan so'zlar bilan vijdon degan so'z bir-biriga qarama-qarshimikan? Bu nazariyalarni nerdan topding, A'lo? Menga turmushning o'zi o'rgatdi. Raqibmi rahbar, kommunist uningdan cho'nglarmi hozir radio, gazet, kitoblarda maqtilib yurgan nurg'un dangliq shaxslarmi rahbar? Kommunist, lekin ularning nurg'unlagan ismi yozilgan qog'ozga vijdon, haqiqat degan so'zlarni yozg'ili bo'lmaydi. Nimishqa demsana, men rahbar, kommunist deb birinchi bo'lib Leninni to'nigan, insonlarga haqiqiy ulgu bo'la oladigan nurg'unlagan markscha, Lenincha kommunistlar to'g'risida nurg'un kitoblarni o'qigan.
Ularning umumiy ortiqchiligi ikki. Birinchisi vijdonliqligi, rostchilligi, ikkinchisi qo'rqmas qaysarligi. Әла jim bo'lib qoldi. Hoshirmi uning so'zlarini inkor qilgudek gap topmoqchi bo'lgandek uy ichida u yoqdan bu yoq mangdi. Sirti izg'irin shamol vijildaydi. So'zinchoq penjaraning sungan ko'znikiga chaplangan qog'oz laglak darqaratmasidek vijildab uy jimjitlikni buzib turadi. Uzoq jimjitlikdan keyin Hoshir kulimsirab Alaga qaradi. Ma'qul do'stim, bu qitim biroz gap qilay. Raziyaga yurak qalbimni yerib ko'rsatay. Ammo bu yerilgan qalbni Raziyadan burun sen ko'rib baq. Naq shu chaqda bir javur go'sht ko'tirib, ayolgan non choy ko'tirtib, mudir kirib keldi. Avaq rosa bir ichayli, dedi Hoshir kulib. Xuddi Beyjingda buningdan 7 yil 6 oy burun ishgandek ichishayli. Yani şu 1960 yılı 4. aydagidek talash tartish qilib, oxir so'qishadigan gapmi? So'qsak so'qishdik, dedi Hoshir kulib. İkimizning hayotini tushunishimizda ixtilof bor. 7 yil bo'ldi, munozaramiz oxirlashmadi. Qancha qitim so'qishdik, yana aplashdik. Bugun so'qsang ziyon tortasan, harvikash menga bo'lishidi. Uning qamchisini unutmagansan. Mudir xijil bo'ldi. Ikki do'st qaqoqlab kulishdi. Zülya tapsida paydo bo'ldi. U qizil duxava bukini kayniga surib qo'yib qaqoqlab kuldi. Belli dedi u qoshlarini o'ynatib. O'ynashni bilislarda yer talashqimi usta. Bir bo'lsa o'taydiki tashliq qaptal, bir bo'lsa munu iyiq o'nkiri. Ha. Ular o'nkirda yerim kechigacha kulishdi.